Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun 13-darsni boshlaymiz. Mavzuyimiz taqqoslashtirma. Algoritm darslar davom etadi. Qiymatlarni solishtirishni o'rganamiz. Taqqoslash bu nima? Bu ikki qiymatni bir-biriga solishtirish deb tushuniladi. Masalan, bu katta belgisi. Buni hamma biladi. Bilmaganlar ham endi bilib olishi mumkin. Bu kichik belgi. Tushunarlar? Mana shuni farqlashda eng oson yo'lni aytaman. Demak, mana ochilib turgan joyi katta bo'ladi. Shu yonidagi son katta bo'ladi. Bunda kichikda, demak, mana burchagi qarab turgan son har doim kichik bo'ladi, tushunarlar? Bu ikkita tengmi deyiladi. Tengmi degan ma'noni bildiradi. Bu undov va teng emasmi degan ma'noni bildiradi. Natija doim dasturlash tilida true yoki false o'tgan darsda o'tganmiz. 11-darsda ma'lumot turlarida bir ko'rishingizni tavsiya qilaman. O'shanda ko'rgandik, to'g'rimi? Endi katta va kichik mana belgisi. Mana oson tushunish uchun mana tumsoq 7 ni yeyapti. Mana shu katta bo'ladi, tushunarlar? Mana shu katta, mana shu tomon katta bo'ladi. Endi tumsoq 9 ni yeyman deyapti, lekin bu kichik, tushunarlar? Mana bu tomoni kichik bo'ladi, mana sichqoncha borayotgan joy. Bu tomon katta. Endi mana misol ko'ramiz. 5 3 dan katta. Demak bu nima bo'ladi? To'g'ri, true bo'ladi. 2 7 dan kichik. Bu ham to'g'ri, true bo'ladi, tushunarlar? Endi buni dasturlash tilida yozib ko'ramiz. 5 mana print nima edi? Ekranga chiqarish. 5 3. Demak 5 katta 3 dan. Natijani ko'ramiz. Mana true chiqdi, tushunarlar? Demak to'g'ri bu. Endi print 2 kichkina 7 dan. 7 2 dan katta degan, tushunarlar? Buni ham natijasini ko'ramiz. Bu ham true chiqadi. Agar mana buni 1 qilganimizda nima bo'ladi? False bo'ladi. Chunki 2 1 dan katta bo'ladi aslida. Tushunarlar? Joyiga qaytaramiz. Endi teng operatori ikkita qiymat bir xilligini tekshiradi. Ikkita masalan 5 bo'lsa, mana ikkita 8 bo'lyapti, demak to'g'ri bu. 5 bilan 6 tengmi? Yo'q. Xato, demak false bo'ladi, tushunarlar? Bitta teng qiymat beradi, ikkita teng solishtiradi. Mana buni ham ko'ramiz. Mana 8 teng 8 ga. 5 teng 6 ga. Tengmi? Mana ikkalasini ko'ramiz. Demak 8 8 ga teng, 5 6 ga teng emas. Tushunarlar? 6 katta-ku 5 dan. Shuning uchun noto'g'ri, false chiqyapti. Tushunarlimi? Oddiy narsa ekan. Oddiy narsa. Masalan 6 qilsam true bo'ladi. To'g'rimi? Mana shunaqa tekshirib ko'rishingiz mumkin. Endi teng emas operatori qiymatlar har xilligini tekshiradi. Masalan, masalan 4 ni olib kelyapti. 7. Undov. Endi qarang. Har xilligini tekshiradi deyapti. Mana ikkalasi har xilmi? Demak to'g'ri bo'ladimi har xil bo'lsa? Natijani ko'rsak true bo'ladi. Mana true chiqyapti birinchisi. Endi 5 undov teng 5 ga. Demak ikkita 5 har xilmi deyapti? Yo'q, bir xil. Shuning uchun false chiqadi bunga. Noto'g'ri bu. Tushunarlar? Demak bu har xilligini tekshirar ekan. Mana shunaqa natija chiqadi. Keyin true false haqida gaplashganmiz. 11-darsda ham true bo'lsa to'g'ri degan bo'ladi, false bo'lsa bu noto'g'ri, ya'ni yolg'on, rost, to'g'ri, noto'g'ri. Mana print bo'lsa, mana endi hamma tushunadi. 3 9 dan kattami desak nima bo'ladi? False bo'ladi. Chunki 3 dan 9 katta, agar buni almashtirsak, demak true bo'ladi. Tushunarlar? Eng muhim qoida mana katta qismi katta bo'ladi, katta taraf. Bu mana bu yoqqa qarab turgani uchun kichik deyilyapti, tushunarlar? Mana chapga. Ikkita bo'lsa tengmi degani, ikkita sonning tengligini tekshiradi. Bu teng emasmi? Ya'ni har xilmi? Tushunarlar? Javob doim true false chiqadi mana shunaqa. Endi 10 4 dan kattami? Ha, katta. 6 6 ga tengmi? Ha, teng, true bo'ladi. Endi 5 5 ga teng emasmi? Ya'ni 5 5 har xilmi? Yo'q, 5 bir xil. Shuning uchun false chiqadi. 3 1 dan kichkinami? Yo'q, 3 1 dan katta. Shuning uchun false chiqadi.
8 2 bilan har xilmi? Ha? Har xil, to'g'ri bo'ladi. Endi mana shu taqqoslash bo'ladi. Buni menimcha tushundingiz. Hayotiy misol imtihon, masalan, imtihondan o'tish uchun 60 balldan ko'p to'plash kerak. Siz 70 ball to'pladingiz, o'tdingizmi bo'lsa, mana ballimiz nechiga teng? 70 oldik biz. Lekin nechidan keyin o'tsa bo'lardi? Ball demak 60. Biz 70 oldik. Endi u umumiy ball 60 bo'lsa, 60 dan yuqori olganlar imtihondan o'tadi 61 dan boshlab. Tushunarli? Shuning uchun turib bo'ladi. Mana ball o'rniga 70 ni qo'ysak, 70 katta bo'lgani uchun imtihondan o'tdi. Tushunarli? Mana buni olib tashlasak ham, buni joyiga 70 qo'ysak, mana turib bo'ladi. Uyga vazifa. Mana shularni yozib ko'rasiz, natijalar nima bo'lishini. Tushunarli? Izohlarda yozishingiz mumkin. Mana shularni true yoki false ligini. Buni shunday qarab ham izohlarda yozsangiz bo'ladi, miyada nima qilib. Keyingi darsda biz if else bo'yicha gaplashamiz, yana sodda darslarni davom ettiramiz. Barchaga rahmat, salomat bo'ling.